Tövəndə diqqətinizə sunulduğum Nobel mükafatıga erişken iqtisodşünaslardan Darun Acamoğlu bilan James Robinsonning dunyoviy asri davlatlar yoki millatlar nemish halok bo'ladi degan kitobidan haftalik tarjima. Birinchi bob 5-paragraf. İkki asosiy qonunning hikoyasi. Demokratik prinsiplarni yoqlaydigan, siyosiy huquqning ishlatilishiga chek qo'yadigan, huquqni jamiyatda kengri shaklda taqsimlaydigan asosiy qonunning Meksikada emas, balki Amerikada ma'qullanishi va yo'lga qo'yilishining hargizmi tasodifilikdan bo'lmaganligi endi hammaga oydin bo'lishi kerak. 1787 yil may oyida Filadelfiyada vakillar birlikda maslahatlashib yezib chiqqan bu hujjat 1619 yili Jamestown'dagi umumiy majlisning shakllanishidan boshlangan uzun jarayonning natijasidir. Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqillikni e'lon qilganda yuz bergan asosiy qonunning barliq kelish jarayoni bilan undan ozroq vaqt o'tgandan keyin Meksikada yuz bergan asosiy qonunning barliq kelish jarayoni o'rtasida ro'shan farq bor. 1808 yili fevralda Napoleon Bonapartening Fransuz armiyasi Ispaniyaga tajovuz qildi. Ham shu yili may oyida Ispaniyaning poytaxti Madridni ishg'ol qildi. Sentabrda Ispaniyaning podshohi Ferdinand asirga tushdi va taxtidan voz kechdi. Uning o'rniga davlatlik xunta, ya'ni markaziy militaristlar chiqib, fransuzlarga qarshi kurashning mash'alini ko'tardi. Militaristlar avval Aranjuezda uchrashdi, lekin fransuz armiyasining tahdidi tufaylidan janubga chekindi. Oxiri ular Kadiz portiga yetib keldi va fransuz armiyasining qo'rshoviga uchragan bo'lsa-mu, yengilmadi. Bu yerda militaristlar Cortes deb atiladigan parlamentni qurdi. 1812 yili Cortes xalqning o'ziga o'zi xo'ja bo'lish huquqiga asoslanib, podshohlik tuzumini yoqlaydigan Kadiz asosiy qonunni e'lon qildi. Bu qonunda yana alohida imtiyozni amaldan qoldirish va qonun oldida hamma barobar bo'lish chaqiriq qilindi. Bu talablar texcha encomienda, majburiy emgak va qonun vositalari orqali erishgan mutlaq huquqni yurgizayotgan hamda mustamlika hokimiyat tarafidan yaratilgan muassas muhitida huzur surayotgan Janubiy Amerikaning yuqori qatlamdagilarga nisbatan qag'ishtakkur bir ish bo'ldi. Napoleonning tajovuzi bilan Ispaniya hukumatining o'rilib tushishi mustamlika qilingan Latin Amerikaning hamma yerda asosiy qonun kirisini paydo qildi. Markaziy militaristlarning hukmronligini e'tirof qilish qilmaslik haqida cho'nqur talash tortish yuz bergan bo'lib, buning inkas sifatida Latin Amerikaliklar o'zlarining militaristlarini, ya'ni qurolli kuchlarini tashkillashdi. Ularning Ispaniyadan o'zlik-kesil mustaqil bo'lish mumkinchiligini to'nib yetishi faqatla vaqt masalasi edi. Latin Amerikadagi tunji mustaqillik xitobnomasi 1809 yili Boliviyaning La Pazda e'lon qilingan bo'lsa-mu, u Perudan avatilgan Ispaniya armiyasi tomonidan betishit qilindi. Meksikadagi yuqori qatlamdagilarning siyosiy pozitsiyasi Miguel Hidalgo ismli bir rohib tomonidan 1817 yili elib berilgan Hidalgo inqilobining ta'sirida o'zgardi. Hidalgoning armiyasi 23-sentabrda Guanajuato'ning vazifasini elib tashlab, uning yuqori darajali mustamlika amaldorini o'ldirib o'tishdi hamda oqtanlik aholini qor qo'yib qirg'in qilishdi. Uni mustaqillik urushi degandan ko'ra sinfiy urush va hatto irqiy urush desa, texmi muvofiq bo'ladi. Ondan keyin ular barliq o'qituvchi kuchlarni ittifoqlashtirdi. Agar mustaqillikning natijasida avam xalqning siyosiy ishlarga qatnashishiga yo'l qo'yilsa, Ispaniyaliklar pushtin bo'lganlar emas, yerlik hukmronlarmi buning qarshi chiqishdi. Natijada Meksika hukmronlari avamning siyosiy qatnashishiga yo'l ochgan Kadiz asosiy qonuniga
ashaddiy cho'nqur gumon bilan qarashdi. Ular uni hargiz e'tirof qilishmadi. 1815-yili Napoleonning Yevropa imperiyasi hukmron bo'ldi. Podshoh Ferdinand II huquqni qo'lga oldi va Kadiz asos qonunini amaldan qoldirdi. Ispaniya podshohligi Amerika qit'asidagi mustamlikasiga bo'lgan hukmronligini qayta tiklamoqchi bo'lganida Meksikadagi sodiq qo'llovchilari sababli maqsadiga yetdi. Lekin 1820-yili Amerika qit'asiga berib, Ispaniyaning hukmronligini asli keltirishga yordam qilish uchun Kadizda tashkillangan Ispaniya armiyasi podshoh Ferdinand VII'ga qarshi isyon ko'tardi. Uzoq qolmayla isyonchi qo'shinga mamlakatning boshqa yerlaridagi askariy qismlari qitildi va Ferdinandni Kadiz asosiy qonunni asliga keltirishga majburladi va uni Cortes deb atadi. Cortes Kadiz asosiy qonunining ilgirki moddalariga qaraganda texmo radikalroq bo'lib, uningda har xil shakldagi majburiy emgakni amaldan qoldirish taklifi berilgan edi. Bu yana alohida imtiyozga, masalan, askarlarning o'tkazgan jinoyatlari uchun ularni harbiy sudda sotlashga qarshi turdi. Bu qonunni Meksikada ijro qilishga duch kelgan yuqori qatlamdagilar o'z oldiga ish tutib mustaqilligini jakolashdi. Bu mustaqillik harakati Ispaniya armiyasida ofitser bo'lgan Agustin de Iturbidaning boshchiligida olib berildi. 1821-yili 24-fevralda u Meksikaning mustaqilligi haqidagi tasavvur bilan to'lgan Plan de Iguala, ya'ni Iguala planini e'lon qildi. Bu plan Meksika imperatorini yadroga qilgan podshohlik tuzumdagi asosiy qonunni tashabbus qildigan bo'lib, Kadiz asos qonunidagi Meksikaning yuqori tabiiy xislarining o'rni va imtiyoziga tahdid his qildirgan belgilarni amaldan qoldirdi. Bu harakat darhol qizg'in qo'llashga erishdi. Ispaniya bu xil yuzlanishni to'xtatolmaydiganligini tonib yetdi. Lekin Iturbidaning yetakchilik qilgani faqatli Meksikaning Ispaniyadan bo'linib chiqish emas edi. Huquq bo'shlig'ini tonib yetgan va askariy kuchning qo'llashidan foydalanishni bilgan Iturbida xuddi Janubiy Amerika mustaqilligining mashhur rahbari Simon Bolivar aytgandek, Tangrining mehr shafqati va nayzning in'omi bilan o'zini imperator deb jakoladi. Amerikaning prezidentlarining put-qo'lini tushab qo'ygan siyosiy muassasalar Iturbidani tushab qo'ya olmadi. U intayin tizil diktatorga aylandi va 1822-yil oktyabrda asosiy qonunning ruhi bilan tashkillangan parlamentni tarqitib o'tib, uning o'rniga o'zining militaristarini almashtirdi. Iturbidaning hukmronligi uzun davom qilmagan bo'lsa, ammo 19-asrdagi Meksikada ishlar mush qilibda takrorlanaverdi. Amerikaning asosiy qonuni zamonaviy o'lchamdagi demokratiyani barliq keltirolmadi. Saylamda kimning bilet tashlay olishi har bir shtatning qaror chiqarishi qoldi. Shimoldagi shtatlar nihoyat tezlik bilan kirimining qanchalik bo'lishi va mol-mulkning bor bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar oqtanlik erlarga bilet tashlash huquqini berdi. Janubdagi shtatlarda saylamda bilet tashlash huquqining bo'lishi tadrijiy amillashdi. Hech qaysi shtat ayollar va qullarga saylamda bilet tashlash huquqini bermadi. Garchi ular oqtanlik erlarga qo'yilgan mulk va boylik cheklamasini amaldan qoldirgan bo'lsa, ammo erkiy cheklimni yo'l qo'yib, qartallik erlarning bilet tashlash huquqini ochiq chekladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining asosiy qonuni Filadelfiyada yozilgan chaqda qulluq tuzum qonunliq bo'lgani uchun shtatlarning o'tirisidagi avom palata a'zolarining soni masalasida eng ko'p talashish va suhbatlashish bo'ldi. Bu son shtatlarning nopusini asos qilib taqsimlangan bo'lgani uchun Janubdagi shtatlarning avom palatadagi a'zolari qullar nopusining hisobga kirgizilishini talab qildi. Shimolliklar buning qarshi chiqdi. Oxiri ular parlamentning a'zo sonini taqsimlaganda bir qul kishi bir hur kishining 5dan 3ga teng degan nuqtani qabul qilishib murassallashgan bo'ldi. Asosiy qonunga munosabatli 5dan 3 qoidasi va boshqa yo'l qo'yishlar yuz berayotgan bu jarayonda Amerika Qo'shma Shtatlarining shimoli bilan janubidagi shtatlarning o'tirishga to'qinish qisman besiqdi. Vaqtning o'tishiga ergishib yangi tuzashlar, masalan, Kengash palatasida qulluqqa qarshi turg'ishlar bilan uni qo'lg'ishlar o'tirsida tangpunlikni saqlash uchun birlashmaga qulluqni yaqinlaydigan har bir shtatga masalda qulluqqa qarshi turadigan bir shtatni qo'shishga ma'qul bo'lgan Missouri murassasidagi mazmunlar qo'shildi. Bu ishlar ichki urush
ziddiyatlarni shimaldagi shtatlarning foydasi hisobiga oxirlashtiruvchi bo'lgan araliqda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi siyosiy muassasalarning tinchlik bilan o'z funksiyasini ijro qilishiga sharoit yaratib berdi. Amerikaning ichki urushi qonliq yo'lni elib berib, vayronchilik qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin ichki urush yuz berishining oldi keyinida aholining nurg'un qismiga bo'libmi, Amerika Qo'shma Shtatlarining shimoliy va g'arbidagi shtatlardagi kishilarga g'oyat zo'r iqtisodiy fursatlarni elib keldi. Ammo Meksikadagi ahvol tamoman boshqacha bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari 1860-yildan 1865-yilgacha bo'lgan araliqda 5 yil siyosiy muqimsizlikni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, Meksika o'zining mustaqilligining birinchi 50 yilida uzluksiz turda muqimsizlik duchor bo'ldi. Buni Antonio Lopez de Santa Ana'ning hayotidan yaxshi ko'rib olg'ili bo'ladi. Santa Ana Veracruzdagi mustamlikachi amaldorning o'g'li bo'lib, mustaqillik urushida Ispaniya uchun askar bo'lib jangga qatnashib dan qozongan. 1821-yili u Iturbide bilan maydonni almashtirib, shu peti yo'lini davom etgan. U 1833-yili may oyida tunji qitim Meksikaning prezidenti bo'lgan. Garchi u Valentin Gomez Fariasni prezident bo'lishga da'vat qilib, o'zi bir oymi huquq tutmagan bo'lsa, Gomez Fariasning prezidentligi 15 kun davomlashgan bo'lib, undan keyin Santa Ana huquqni qayta qo'lga olgan. Bu qitim u oldingi qitimdagidek qisqa muddatda huquq tutib, Gomez Farias yana uning o'rniga iyulning 5-ida prezident bo'lgan. Santa Ana bilan Gomez Farias bu muqamni 1835-yilning o'ttirisigacha, ya'ni Miguel Baragain Santa Ana'ning o'rnini olg'icha tovlashgan. Lekin Santa Ana asan bel qo'yilgan kishi emas edi. U 1839, 1841, 1844, 1847 va 1853-yillar bilan 1855-yilning oralig'ida prezident sifatida hokimiyat sahnasiga qaytib kelib turdi. Hammani qo'shganda u jami 11 qitim prezident bo'lgan bo'lib, bu jarayonda u Alamo va Teksasni qo'ldan berib qo'ydi hamda hozir New Mexico va Arizonaga aylangan zaminlarni yo'qotib qo'ygan ofatli Meksika-Amerika urushini boshdan kechirdi. 1824-yildan 1867-yilning o'ttirisigacha Meksikada 52 prezident o'tgan bo'lib, bularning orasida asosiy qonunning ro'yi bilan huquqsizlikni asosan yo'q deyarlik bo'lgan. Bu xil kutilmagan siyosiy turoqsizlikning iqtisodiy muassasalar va iqtisodiy taraqqiyot uchun nima olib kelganligi aniq. Bu xil muqimsizlik yuqori darajadagi ishonchlik bo'lmagan mulk huquqini paydo qilgan. U Meksika davlatining hokimiyatini ajratib, uni na baj yig'olmaydigan, na ommaviy mulozim bilan ta'minlanmaydigan, qisqasi pichig'i kesmaydigan holga tushirib qo'ygan. Garchi Santa Ana Meksikaning prezidenti bo'lsa-mu, davlatning ko'p qismi uning kontrolidan chiqib ketgan bo'lib, bu Amerika Qo'shma Shtatlarining Teksasni o'ziga qo'shib olishiga imkoniyat yog'dirib berdi. Buningga qo'shilib, xuddi biz yuqorida ko'rgandagidek, Meksikaning mustaqillik jakolishining maqsadi mustamlika davrida turg'izilgan iqtisodiy muassasalarni qo'g'dash bo'lgan. Bu ahvol Germaniyalik buyuk sayyoh va jug'rafiyashunos Alexander von Humboldtning gapi bo'yicha aytganda, Latin Amerikasini tangsizliklarning davlatiga aylantirib qo'ygan. Bu muassasalar yerlik xalqlarni ekspluatatsiya qilish va monopoliya shakllantirish orqali iqtisodiy taraqqiyotni va keng xalq omasining tirishchanliklarini bo'g'ib qo'ygan. 19-asrning birinchi yarmida Amerika Qo'shma Shtatlari sanoat inqilobini boshdan kechirishga boshlaganda, Meksika nomrodlikka cho'kishga boshladi. 1-bob 6-paragraf. Yaxshi iddiyaning bo'lishi, shirkatning qurilishi va qarzning elinishi. Sanoat inqilobi Angliyada boshlandi. Uning tunji muvaffaqiyati suv chaqi va keyinchi par mashinasidan quvvat olgan yangi mashinadan foydalanib, paxta kiyim ishlab chiqarishni inqiloblashtirganda ifodalandi. Paxta ishlab chiqarishning mexaniklashtirilishi avval to'qimchilik sohasida, keyincha boshqa sohalarda ishchilarning xizmat unumdorligini g'oyat zo'r darajada oshirdi. Iqtisodni bu qadar jonlantirgan texniklik bo'sishning motori ijodchanlik bo'lib, yangi iglik tiklaguvchilar va tijoratchilar yangi ideyalarni qo'llanishga qarta nihoyat qizg'in bo'lishdi. Bu xil dastlabki jush urib rivojlanish Shimoliy Atlantikdan xalqib Amerika Qo'shma Shtatlariga kengaydi. Kishilar Angliyada barliq kelgan yangi texnikalarni qo'llanishning elib kelgan g'oyat zo'r iqtisodiy fursatlarini to'nib yetishdi. Ham bu o'z navbatida
ularning o'zlaridagi ijodchanligini o'rgatishiga ilhom berdi. Biz bu xil ijodchanlikning xususiyatini kimlarning patentga erishganligiga qarab tushunishga tirishamiz. Patent tuzumi. Ya'ni ideyadagi mulk huquqini qo'g'dash bo'lib, u podshohning o'zi xohlagan ma'lum kishilarga muayyan faoliyat yoki tijorat bilan shug'ullanish huquqini berib o'tishini qisman doirada cheklash uchun 1623-yili Angliya parlamenti tarafidan monopoliya qonuni nomida turg'izilib sistemlashtirilgan. Amerikada patent haqidagi hayron qolarli paket bu yerda patentga erishgan kishilarning boy va yuqori qatlam kishilarini o'z ichiga olgan jamiyatning hamma qatlamidan har xil orqa ko'rinishdan kelgan kishilarning bo'lishidir. Bularning ichida nurg'unlari patentlarga tayinib boylikqa erishgan. Fonogram va to'qchiroqning ijodchisi ham hozirmi dunyodagi cho'ng shirkatlarning biri bo'lgan Universal Electric shirkatining qurg'uvchisi Thomas Edisonni misol uchun olaylik. U oilasida 7 bolaning eng kichigi edi. Uning dadasi Samuel Edison terikchilik uchun o'ylarning o'g'izlariga vasiyat qilishdan tortib, kiyim tikuvchilik qilish va mayxonani saqlashdek nurg'un ishlarni ishlagan. Thomas Edison rasmiy shaklda maktab yuzi ko'rmagan, ammo onasi uni uyda o'qitgan. 1820 yili bilan 1845-yilning o'rtasida patentga erishuvchilarning oran 19%ning ota-onasi kasbiy xodimlar yoki tonilgan mo'yim yer egilari aholisidan kelib chiqqan. O'xshash mezgilda patentga erishganlarning 40%i xuddi Edisondek faqat boshlang'ich maktab va hatto unchalik saviya ko'rmagan kishilar bo'lgan. Lekin ular Edisonga o'xshash shirkat qurib, o'zlarining patentlaridan foydalanishgan. 19-asrdagi Amerika shu zamondagi har qanday davlatga qaraganda siyosiy jihatdan hammadan bak demokratik bo'lganda, patent ishiga kelgandami, boshqa har qanday davlatga qaraganda bakrak demokratik bo'lgan. Bu Amerikaning iqtisodiy o'nim yaratish jihatda dunyodagi eng ijodchan mamlakat bo'lishiga hal qilg'ich yo'lni ochgan. Kishilar uchun nomrod bo'lsa-mu yaxshi bir idea bilan unchalar qimmat bo'lmagan patentga erishish bir gap bo'lgan bo'lsa, bu patentdan foydalanib pul tepish butunlay boshqa bir ish edi. Buning bir usuli albatta patentni boshqalarga setish edi. Eng dastlabda Edison mablag' to'plash uchun o'zining 4 telegrafini Western Unionga $10,000 sotdi. Edisonga o'xshash patentni ishga kiritirish qaraganda patent ideyalari qalbida tez paydo bo'lgan odam uchun patentni setib pul tepish bir yaxshi tijorat usuli edi. U Amerikada 1093 patentga, dunyo miqyosida 1500 patentga ega bo'lish bilan dunyo rekordini yaratgan edi. Patentdan foydalanib haqiqiy pul tepish uchun birov o'zining shirkatini qurishi lozim edi. Ammo tijorat boshlash uchun mablag' va bu mablag'ni qarz beradigan banklar kerak bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kashfiyotchilar yana bir qatim talayga chiqishdi. 19-asrda Amerikada pul muomala organlarining sur'at kengayishi barliq kelib, iqtisodning ishi va sanoatlashishda banklar hal qiluvchi katalizatorlik rol o'ynadi. 1818-yili Amerika Qo'shma Shtatlarida 338 banki bo'lib, ularning umumiy mulki $160 million bo'lgan bo'lsa, 1914-yilga kelganda bank soni 27864 ketib, umumiy mulki 27,13 milliard dollarga yetdi. Demak, Amerikada potensial kashfiyotchilarning tijoratlarini boshlashiga kerak mablag'ni qarz olish muhiti to'liq yoritilib bo'lingan edi. Banklar va pul muomala institutlarining o'rtasidagi kaskin raqobat mablag'larni qarz berganda oladigan o'sim nisbatining tuvan bo'lishini derak beradi. Meksikada ahvol tubdan boshqacha edi. Amaliyotda 1910-yili Meksika inqilobi boshlanganda Meksikada orolning 42 banki bor bo'lgan bo'lib, bularning ikkisi butun banklarning umumiy mulkining 60%ni kontrol qilib olgan edi. Meksika banklarining orasida raqobat yo'q deyarlik bo'lib, Amerika banklarining orasida mavjud kaskin raqobat bu yerda asla mavjud emas edi. Bu xil raqobatning kam bo'lishi banklarning xaridorlarga yuqori o'sim bilan qarz berishi hamda uni allaqachon boybob bo'lgan imtiyozli kishilarga berish bilan cheklashni derak beradi. Aslida boy bu kishilar banklardan olgan qarz mablag'lariga tayinib, iqtisodning har qaysi sohalarini kontrol qilishadi. 19 va 20-asrlardagi Meksikaning bank sohasining shakli va roli mustaqillikdan keyin shakllangan siyosiy muassasalarning bevosita natijasi edi. Santa Ana davrida boshlangan qalaybanchilikdan keyin imperator Napoleon 3 hukmronligidagi Fransiya hukumatining 1864 va 1867-yillarda Meksikada imperator Maximilian boshchiligidagi mustamlika hokimiyat tiklash urinishi mag'lubiyat bilan oxirlashgan tinchlik davri bo'ldi. Fransuzlar qo'lab chiqarilgandan keyin
yangi asosiy qonun tuzib chiqildi. Benito Juarez tunji bo'lib tashkillangan va uning o'limidan keyin Sebastián Lerdo de Tejada boshchilik qilgan hukumat Porfirio Diaz ismli yosh harbiy ofitserning xirisiga duch keldi. Diaz fransuzlarga qarshi urushda g'olib chiqqan general bo'lib, huquqqa bak erisman chiqdi. U 1876 yil noyabrda armiya tashkilladi va Tikoak so'qishda hukumat armiyasini mag'lub qildi. Keyingi yili may oyida o'zini prezident qilib sayladi. U Meksikani tadrijiy turda mustabid davlatga aylantirib, uni inqilob yuz berib ag'dirganga qadar 30 yil uzluksiz turdi so'radi. Xuddi o'zidan burungi Iturbide va Santa Anaga o'xshash, Diazmo hayotni askariy qo'mondonlikdan boshlagan edi. Ishni generallikdan boshlab siyosiy sahnaga kirish Amerikaliklarga tanishlik. Amerika Qo'shma Shtatlarining tunji prezidenti George Washingtonmi mustaqillik urushida g'alaba qozongan general edi. 1869 yil prezident bo'lgan Ulysses Grantmi Birlashma armiyaning g'olib chiquvchi generallaridan biri edi. 1953 yil bilan 1961 yil Amerika prezident bo'lgan Dwight Eisenhowermi Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yevropadagi ittifoqdosh qo'shinlarning oliy qo'mondoni bo'lgan edi. Bu Amerika generallarining Iturbide, Santa Ana va Diazga o'xshamaydigan yerlari ularning hech qaysisi huquq tutish uchun yoki huquqdan mahrum qilmaslik uchun hech bir zo'ravonlik kuch ishlatmagan edi. Ular asosiy qonunga rioya qilishgan edi. 19-asrdagi Meksikada garchi asosiy qonun bo'lgan bo'lsa-mu, uningda Iturbide, Santa Ana va Diazlarning nima qilishiga qarta cheklama yo'q deyarlik edi. Bu kishilarni huquqdan mahrum qilish uchun ular huquqqa erishgan vositani, ya'ni zo'rlik kuchini ishlatish kerak edi. Diaz kishilarning mulk huquqiga tajovuz qildi. Nurg'un yerlarning zo'rlik bilan egallanishini tezlatdi. Tijoratning hamma sohasida, jumladan bank sohasidami o'zining qo'llovchilariga e'tibor va imtiyozlarni berdi. Uning qilmishlarida hech bir yangilik yo'q bo'lib, ilgari ispaniyalik istilochilar qilgan edi xolos. Santa Ana mo shularning izidan besib kelgan edi. Amerikaning iqtisodining gullanishida uning ajoyib yaxshi bo'lgan bank sohasining bo'lishi bilan bu banklarning iqtidorchilarining maqsadlarining o'xshash bo'lmasligi bilan hech aloqasi yo'q edi. Albatta, foyda ko'zlash Meksikadagi bank sohasining monopoli xarakterini belgilagandek, Amerika banklarining qo'g'ilishligini shu edi. Lekin bu foydani ko'zlash Amerikaning tubdan o'xshamagan muassasalarining sababidan boshqacha tusda elib beriladi. Banklar o'xshamagan iqtisodiy muassasalarga, ya'ni ularni texnik zo'r bo'lgan raqobatga yuzlantiradigan muassasalarga duch keladi. Undaq bo'lishi sabab banklar uchun qoida yasoq tuzgan siyosiyonlar o'zlarini o'xshamagan siyosiy muassasalardan tuzilgan har xil tanlashlarga duch keladi. 18-asrning oxirlari Amerika Qo'shma Shtatlarining asosiy qonunini ijro qilishga boshlab uzoq o'tmay, ashunga o'xshaydigan Meksikada ustunlikni egallagan bank tuzumi paydo bo'lishga boshladi. Siyosiyonlar davlat iqtidorchiligidagi bank monopoliyasini barliq keltirib, shu orqali do'stlarga va yaqinlarga naf berish orqali monopoliyadan kelgan foydaning bir qismiga erishib ko'rindi. Banklar xuddi Meksikaning banklariga o'xshash chaqallik bilan ularni nazorat qilgan siyosiyonlarga qarz berish ishiga tushib ketishdi. Lekin bu ahvolning Amerikada uzoq davomlashishi mumkin emas edi. Chunki bank monopoliyasini tiklashga uringan amerikalik siyosiyonlarning Meksikalik kasbdoshlariga o'xshamaydigan yeri ular qayta huquq tutish uchun saylovga qatnashishga majbur edi. Bank monopoliyasini tiklaganlik to'pisi uchun banklardan qarz oladigan bo'lish siyosiyonlar uchun yaxshi tijorat edi, agar ular biror chatoqqa ilinib qolmasalar. Lekin bu avam fuqarolar uchun yaxshi ish emas edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Meksikaga o'xshamaydigan yeri uning fuqarolarining siyosiyonlarni nazorat qila olishi va huquqdan foydalanib o'zlarini samirtadigan yoki yiqildir uchun monopoliya fursati yaratib beradigan siyosiyonlarni siyosiy sahnadan g'ulutib talishi edi. Natijada Amerikada bank monopoliyasi g'ulab tushdi. Demak, Meksikaga solishtirganda Amerikada siyosiy huquqning keng doiralik taqsimlanishi fuqarolarni pul muomala va qarzlashga barobar fursatga ega qildi. Bu o'z navbatida yaxshi idealari hamda kashfiyotlari bo'lgan kishilarni bulardan foydalanish imkoniyatiga ega qildi. 1-bob 7-paragraf. Tanlagan yo'lga bog'liq o'zgarish. 1870 va 1880 yillarda dunyo bak o'zgarib Buningdan Latin Amerikasi mustasno emas edi. Porfirio Diaz qurib chiqqan muassala Santa Ana va yoki Ispaniya mustamlika hokimiyati qurib chiqqan muassasalarning aynan o'zi emas edi. 19-asrning ikkinchi yarmida dunyo iqtisodiy gullangan bo'lib,
transport jihatdagi kashfiyotlar, ya'ni par mashinasi va temir yo'l xalqaro savdoning keng ko'lamli zo'rayishiga yo'l ochdi. Yer şarışının bu dolğunu Meksikaga o'xshash tabiiy boyligi mo'l davlatlar to'g'risini aytganda, shu davlatga yuqori qatlam kishilar uchun xam materiallar va tabiiy boyliqlarni sanoatlashayotgan Shimoliy Amerika va G'arbiy Yevropaga eksport qilish orqali texnik ko'p boyliq to'plashdan derak beradi. Diaz va uning gumashlari o'zlarining intayin tez o'zgarayotgan boshqacha bir dunyoda ekanligini sezishdi. Ular Meksikaning shuning mos holda o'zgarish kerakligini tunib yetishgan edi. Lekin bu deganlik mavjud mustamlik muassasalarini amaldan qoldirib yoki yo'qotib tashlab Amerikanikiga o'xshash muassasalar bilan almashtirishdan derak bermaydi. Aksicha bu o'zgarish ular tanlagan yo'lga bog'liq bo'lib, Latin Amerikasining ko'p qismini allaqachon nomrod ham tangsiz qilib bo'lgan muassasalarni boshqacha bir pallaga ko'tarishdan iborat edi. Yer şarjishish Amerika qit'asining kengri ochiq bo'shlig'ini, ya'ni ochiq chegarasini qimmatli qildi. Ko'pincha vaqtda bu chegara rayonlarda yerlik xalq yashaydiganligi va ular rahimsizlarcha tashlab etilgani uchun bu ochiqchilik rivoyat tusiga ega edi. Shuning bilan birga yangidan qimmati bayqalgan boyliqlar uchun tirishish 19-asrning ikkinchi yarmidagi Amerikaga jon berish jarayoni bo'ldi. Bu qimmatli chegara rayonlarining tuyuqsiz echilishi Amerikada va Latin Amerikasida parallel o'zgarishlarni barliqqa keltirishning aksicha ikki yerdagi o'xshamagan mavjud muassasalarning farqi tufaylidan ularning o'ttirsidagi ongni cho'ngaytib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari 1785-yildagi yer farmonidan tortib 1862-yildagi Turalg'i uy qonuni qatorliq bir yurish qonunlarini chiqarish orqali chegara rayonlaridagi zaminlarni egallashga fursat yaratdi. Bu jarayonda garchi yerlik xalq chatga qayirib qo'yilgan bo'lsa-mu, ammo u egalitarian, ya'ni tang taqsimotchilikni tashabbus qilgan iqtisodiy jihat harakatchan jonliq bo'lgan chegara rayoni barliqqa keltirdi. Latin Amerikasidagi nurg'un davlatlardagi siyosiy muassasalar butunlay o'xshamagan natijani barliqqa keltirdi. U yerning chegara rayonlaridagi zamonlar siyosiy huquq kuchli bo'lgan boy kishilarga taqsimlanib, ularni texmi boy ham kuchli qilib o'tdi. Diaz yana mustamlik muassasalarining ramkalarini buzib tashlab, xalqaro savdoni chekladi va bu orqali o'zini va qo'llovchilarini texmi betmoqchi bo'lgan edi. Uning modeli u Rio Grandening shimolida ko'rgan iqtisodiy taraqqiyot emas, balki yuqori qatlamdagilarni haddi hisobsiz betadigan, avam xalq sungakmi tegmaydigan Cortez, Pizarro va Di Toledoning modeli bo'ldi. Yuqori qatlamdagilar mablag' solg'inda iqtisodning ishi asta va kichik bo'lib, bu ahvol kishini umidsizlantiradi. Ham bu yangi tartibda Nogalesning bag'ridagi Sonorada yashaydigan Yakoy xalqining manfaatini qurbon qilish badali kelgan edi. 1900-yil bilan 1910-yillar o'rtasida taxminan 30 ming Yakoy o'z makonidan surgun qilingan, qisqasi qul qilingan bo'lib, Yukatanning Xanakevin degan yerda ishlashga avatilgan. Xanakevindan chiqadigan Xanakevin o'simligidan bir tala bo'lib, u qimmat eksport materiali. Uningdan og'amcha va jip yasalib bo'ladi. Ma'lum muassasalar qilipining 20-asrdan kirib kelish bilan Meksika va Latin Amerikasida davomlashishi ularning iqtisodining ishi ziyonli bo'lib, bu muassasalarning 19-asrda iqtisodiy turg'unlik, siyosiy muqimsizlik, ichki urush va harbiy o'zgarish ham huquq talashib turadigan guruhlarni barliq keltirganliklarini biz ko'rib o'tgan edik. Oxiri 2010-yilda Diaz inqilobiy kuchlarga huquqni tatbiq qo'ydi. Meksika inqilobidan keyin boshqalar inqilob qilishdi. Boliviyada 1952-yili, Kubada 1959-yili, Nikaraguada 1979-yili inqiloblar yuz berdi. Shuning bilan bir vaqtda Kolumbiya, El Salvador, Guatemala va Peruda ichki urush yuz berib, uzun davomlashdi. Yerlarni majburiy tortib olish yoki mulklarni majburiy tortib olish tahdidi uzluksiz yuqori pallaga ko'tarilib, Boliviya, Braziliya, Chile, Kolumbiya, Guatemala, Peru va Venezuelada keng ko'lamli yezgilik islohot olib berildi yoki shunday qilishga urinish bo'ldi. Inqiloblar, majburiy egallanishlar va siyosiy muqimsizlik bilan birlikda harbiy hokimiyatlar va har xil tipdagi diktatorlar maydonga keldi. Garchi bu jarayonda tadrijiy yo'sinda kengroq bo'lgan siyosiy erkinlikka bo'lgan siljish yuz bergan bo'lsa-mu, u faqatla 1990-yillarda nurg'un Latin Amerika davlatlari demokratiyaga aylangandan keyin yuz berdi. Shundaqdimi, ular muqimsizlikning ichiga petib qoldi.
bu muqimsizlik bilan tang kang ko'lamli bostirish va o'ltirish birga yuz berdi. 1991 yılı Chili davlatlik haqiqatni izlash va yarashtirish komissiyasining doklati Pinochet diktatorlik yurgizgan 1973 yildan 1900 yilgacha bo'lgan oralikda 2279 odamning siyosiy sabab tufaylidan o'ldirilganligini, taxminan 50 ming kishining turmaga tashlanib, tan jazosiga uchraganligini, necha yuz minglagan kishining xizmatdan haydalganligini muqimlashtirdi. Guatemala Davlat tarixini aniqlash komissiyasining 1999 yildagi doklati 1962 yil bilan 1996 yillar oralig'ida nomi va jismi bo'lgan 42270 nafar ziyonkashlik uchragan kishining ismini aniqlab chiqqan bo'lsa-mu, ammo boshqalar o'ldirilgan kishilarning 200 mingdak ekanligini va general Efrain Rios Montt hokimiyati vaqtida 70 ming kishining o'ldirilganligini deyishdi. Bu general shuncha vahshiy jinoyatlarni o'tkazgani uchun jazolanishning o'rniga dal uning aksi chitig'i yana 2003-yil prezident saylamga tushdi. Yaxshimi u saylamni g'alab qila olmadi. Argentinadagi g'oyib bo'lib ketgan kishilar haqida qurilgan davlat komissiya 1976 yildan 1983 yilgacha bo'lgan oralikda harbiylar tomonidan o'ldirilgan kishilarning 9000 kishi ekanligini aytsa-mu, ammo u doklad yana haqiqiy sonning buningdan yuqori bo'lishi mumkinligini eskartgan. Ya'ni kishilik huquq tashkilotlari odatda bu sonni 30 ming odam atrofida deb mo'ljallaydi.